Bir odam 22 yoshda o'qishni bitirib 5 yil yaxshi ish topolmay yurgan. Bir odam 25 yoshda o'z kompaniyasiga asos solib 50 yoshda vafot etgan. Bir odam 50 yoshda o'z kompaniyasini ochib 80 yoshgacha yashagan. Kimdir KFC'ni birinchi franshizasini 62 yoshda ochdi. Kimdir uylanmagan, tengdoshlari уже bolalarini uylantiryapti. Kimdir uylangan lekin baxtsiz yashayapti. Kimdir 20 yoshda millioner bo'ldi. Bu 30 ga borguncha hamma pulini davolanishga ketkizdi. Kimdir 20 yoshda kasallanib yotib qoldi va 30 ga borguncha tuzalib millioner bo'lib ketdi. Kimdir 31 yoshda islomni qabul qildi va 7 yil musulmon bo'lib vafot etganda Allohning arshi larzaga keldi. Birodarim, siz hech kimdan qolib ketmayapsiz, chunki siz o'zingizdan boshqa hech kimdan poyga emassiz. Undan qolib ketyapman, bundan qolib ketyapman deb siz chaqlab qolasiz. Alloh rizqni hammaga o'z vaqtida beradi. Siz hozir qilishingiz kerak bo'lgan ishni yaxshi qiling. Hozir oldingizda turgan vazifani zo'r bajarish bilan band bo'ling. Boshqalar necha yoshda nimalarga erishayotgani sizga umuman farqi bo'lish kerak emas. Oldingizdagi odamlar hamma